Adidas kompaniyasi Atirguldan andoza olib, Efelining yangi modelini chiqardi. Sразу aytib o'taman, bu Yamanli 2026-yil kiyadigan butsi ekan, juda ham chiroyli chiqqan. Ukam yaqindan ko'rsat, ustlariga ham alohida e'tibor berilgan, yaltiryapti. Ko'ryapsizlar, narxi ham zo'r chiqqan, 350 ming, 39 dan 45 gacha razmeri bor. Yana boshqacha bunaqa yarki rangga ham kelgan, bu ham neobычный ekan. Narxi 350 ming, 39 dan 45 gacha razmeri bor. Nike'dan ham yangi rang kelgan, oldin 480 ming sotardik. Endi narxi 400 ming so'm, 39 dan 45 gacha razmeri bor. Pumani ultrasini o'g'il bolasi kelibdi. Azartnisi qaranglar. Yomon ekan o'zi ham. 380 ming so'm, 39 dan 45 gacha razmeri bor. Endi kichkintoylar yaqinroq keldi, sizlarga ham buti sarkanoshkalar kelgan. Oldindan aytib o'tamiz, bunaqa sarkanoshkalarning hammasi, mana bunaqa hammasi qaysi rangni xohlaganinglar, narxi 350 mingdan naskesiz varianti, mana bunaqa butsilar tegi yaltiraydigani, yaltiramaydigani, razmerlar 35 dan 38 gacha, narxlari hammasi 400 ming. Mana shu yerda ko'rib olsanglar bo'ladi. Yana Telegram kanalida silkasini qoldirib qo'yaman, o'sha yoqqa o'tsanglar, hammasini rasmi bilan joylab qo'yganmiz. O'sha yerdan bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Bu videoga отдельный like bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat.